Mana belgi mana birinchi kamanda 26-belgisi. Bu tosh tushadi tepadan tog'li joylarga o'rnatiladi. Peravallarga qor tushishi mumkin degani. Keyingisi 1.27 yonlama shamol. Yonlama shamol. Mana bu Birinchi belgining 27-chi anaqasi. shamol. Xo'p, keyingisi uchadigan samolyotlarga. pastlab uchuvchi samolyotlar. Malades. Mana belgimizchi? Bunaqaga Tunnel, tunnel. Tunnelga yaqinlashayotganlik. bu hamma belgilardan keyin qo'yiladigan belgi bo'ladi. Shuncha xavf-xatar yetmaganda, undoq belgi emas, boshqa xavf-xatarlar bor degani. Keyingisi Bunaqa belgi. sun'iy notekislik, Sun'iy notekislik. Mana bu o'ngga, chapga va T abraska. Sirazi o'ngga, sirazi chapga, T abraska yo'llar bor. Bu nima maqsadda qo'llaniladi? bu masalan qanaqaga bo'ladida bu